Assalamu alaykum do'stlar. Darsimizning davomini so'zlab o'tsak, oldingi qatimliq darsimizda biz shu diskazikada 5001 ni qarshılash to'g'riliq so'zlab o'tgan. Endi hozirgi darsimiz mush tangshash ustida bo'lmoqchi. Biz oldi bilan bekat tangshash uchun cho'qim bekatniki orqa boshqarish betiga o'tamiz. Orqa boshqarish betiga o'tish uchun bayam qachilgan vaqtni sog'an odamning memasini shuni ko'ramiz. Mənzibətini kiçik bitay. Mavrunğa qaçılğa vaqtdagi ism və mimani görgüzümüz. Kirishdiq. Kirgandan keyin yuqorqidek bekat kirdi. Biz bu o'rindan ammo boshqarish degan turni besib orqa bet kirsak bo'ldi. Mana bu diskazmun birninki arqabat boshqarishi. Odatda buning uyg'urchasimi chiqdi, lekin ama xansus ishlatish nisbatan qulayliroq o'g'achqa men mushundan baylanib so'zlamoqchi. Biz bekatni tangshashni mushu chuanju degan turidan boshlab so'zlaymiz. Buni darsni bir minutni so'zlaymiz. Buning birinchisi Mavrunga Zandiya Mingching deb atadi. Bu o'ringa bekatniki ismini yozib beramiz. Masalan, biz bekat ismiga buloqchan munbiri deb yozdik. Bu buloqchan munbiri degan gap qaysi desa, bekatning mana asarga qaraydigan bo'lsak, kommunsiz, ya'ni diskozniki bosh bekati bo'ldi. Mushu yerga chiqadigan bekatniki nomi. Masalan, buloqchan munbiri deb oldik. Undan keyin bekat adresiga bekatimizniki mushu qatilgan vaqtdagi adresini olamiz. Masalan, ko'chirib oldik. Bo'ldi, cho'qim oxirdagi bir yan to'siqni qo'shib olamiz. Olgandan keyin biz bekatni buni saqlab o'tamiz. Saqlab bet yangilatdik. Endi bosh betdan bir yangilash yaparaylar. Qanday o'zgarish bo'ldi ko'rib boqaylik. Mana qaraydigan bo'lsak, masalan ma o'rinda buloqchan munbiri degan xat chiqdi. Demak, mushurunga chiqadigan xat dal hozir biz yozgan xat. Undan keyin biz davomli tahrirlab o'tile. Undan keyin ikkinchisi Jushoyu Fa'un Kongji, ya'ni tizimlatish va ko'rishni boshqarish. Bu o'rindan qaraydigan bo'lsak, mana sal cho'ng aytib ko'raylik. Birinchi tur Kayfang Putong Juso bu degan gap mushu odatdagi tizimlatish iqtidorini echish degan gap. Agar biz bu bo'lgan aytib bekatga a'zo tizimlatanmaydi. Ya'ni tizimlatish degan xatni bosgandan keyin bekat usti tarafidagi kechiring bekatga a'zo tizimlatish iqtidori vaqtincha taqaldi degan ustun chiqarib berdi. Shuni biz simulyatsiyalardan qilamiz. Ma'urundan ma'valaqi el xat orqali aktivlanadi deydi. Odatda biz buni tanlamasak bo'ldi. Undan keyin bu darhol tizimlatish degan xat bor ekan. Bu darhol tizimlatish degan nima desa, masalan, yangi a'zolar ma'lumotga kirgan vaqtning o'zida darhol tizimlatish degan xatni chiqarib beradi. Bu yerga darhol tizimlatish deb olsak bo'ldi, yoki tizimlatish deb olsak bo'ldi, yoki tizimlating degan xatni qo'ysak bo'ldi, yoki tizimlatay deb olsakmi, bekatning bosh betida a'zolarni tizimlashga tavsiya qilgan xat shu. Ma'urning boshqa yerlarni tanlamaymiz, ammo yer 3 ta tanlash va baklam diqqat qilaylar. Bu uch tur tanlashning birinchisi nima desa, bekatga a'zo bo'lganchilari, ya'ni u degan tur tanlangandan keyin bevosita yangi a'zo sepib qaytib ketaveradi. Ikkinchi birisi email orqali bu a'zo o'zini aktivlaydi bu tur tanlansa. Endi uchinchi bir tur nima desa, Renggong Shinxa. Buning o'zi odam orqali tasdiqlash, yoki munosib aytganda tasdiq tuzumini o'rnatadi. Uchinchi tur tanlanganda bekatga a'zo bo'lib kirganlar tasdiqsiz a'zo nomida saqlanadi. Bekat quruvchisi orqabatga kirgandan keyin yoki oddiy boshqaruvchilar mushazan tasdiqlagandan keyin undan keyin a'zo sepib qatiladi. Shunga siz agar a'zolarni bevosita a'zo bo'lsin desangiz, bu turni tanlaysiz. Agar men tasdiqlagandan keyin undan keyin a'zo bo'lsin desangiz, mushurni Renggong Shinxa mushurni tanlab olsangiz bo'ldi. Ammo boshqarularni to'sqazmaymiz. Undan keyin aston qurunga qarashlash uchun evatisiz deydi. Ma'runda talloqlik. Bu talloqlik betusa yangi a'zo tizimlangandan keyin avtomatik holda bekat nomidan mushu bekatga o'ngishli tizimlanganlik haqidagi qarashlash uchun evatidi.
Bu yerdan shuni belgilab bersak bo'ldi. Bu taloqli holatda turgan yaxshi. Undan keyin ma bir tur shanshi zandian fuvu tawfu. Ya'ni ma halaqa bekatniki tizimli kelishimnomasini ko'rsatamsiz degan gap. Hozir bu holatda bu degan gap tizimli kelishimnomasi chiqmasin degan gap. Ya'ni aslo tizimli degan xatni bosgandan keyin oldin bir kelishimnomani chiqarib, masalan, bekatni xizmat qiluvchilarga diqqat qilish lozim degandek shartlarni men yozma deb o'ylagan bo'lsangiz, ma'lumotdan chi degan turni tanlaysiz. Tanlab bo'lgandan keyin ma'lumotga tizimli kelishimnomasining mazmunini tafsil yozib qo'yasiz. Masalan, buloqcha munbir tizim shartnomasi birinchi chuqum a'zo shuni to'liq tashqarish kerak, ikkinchi davlatning qonun shariatlariga rioya qilish kerak degandek shartlarni o'sha yozib qo'ysangiz, a'zo tizimli xatni bosganda oldin bu shartnomani o'qiydi, o'qib qo'shilsa a'zo bo'ldi, qo'shilmasa a'zo bo'lmaydi degan gap. Hemen mana fobiyada tanlab bo'lgandan keyin biz bu o'rinni tejov qilib o'tamiz. Mana bu diskoteka 5ninki mushu tizimlatish ham ziyorat qilish jihatdagi dastlabki qadamdagi tanqishaklari. Bu qatamqi darsim bo'lmishiga olsun. Xayr xo'sh.